Assalomu alaykum aziz muxlislarimiz. Mana shamol bo'lsa ham bugun kechki paytda videomizni davom ettiryapmiz. Sizlarga o'sha shamolda tayanch bo'ladi deb mana bu yerga 3-bosqichdagi pomidorimizni mana o'sha shoxlarni qo'ygan edik. Mana ko'rib turibsizki, shamol bo'lsa ham mana juda chiroyli bo'lib ko'klab, mana tayanch vazifasini o'tab, mana rosa ham chiroyli bo'lib katta bo'lib qoldi. Mana hamma shunday mevalari juda chiroyli bo'lib turibdi. Mana ko'zni quvonadigan darajada shamol bo'lganda ham hozir mana bu qo'yilgan shoxlarimiz tayanch vazifasini o'tayapti. Bu tashqaridagi o'sha 3-bosqichdagi bizni pomidorimiz. Hurmatli muxlislarim, mana turmush o'rtog'im aytgandek, chilla suvini bergandan keyin mana yana tezlik bilan ikkinchi suvni berdik. Mana o'sha 40 kundan keyin bergandan keyin undan keyin tezlatyapmiz. Chunki yer yorilib qolsa, qurib qolishi mumkin. Shuning uchun yerda yorilmaslikka harakat qilasizlar, chizilib qolmaslik kerak. O'sha suvni har doim kechki salqinda yoki ertalabki salqinda beraverasizlar. Bir xil suv berasizlar. Chunki yer sizot suvi beriladigan bo'lsa, o'sha berilgan nimalaringga yer sizot suvini berasizlar. Artizon suvi bilan sug'oradigan bo'lsalaring, artizon suvi bilan sug'orasizlar. Agarda ariq suvi bilan sug'orsalaring, faqat ariq suvi bilan sug'orsalaring, shuni ham faqat kechki salqinda yoki ertalabki salqinda yer isimagan paytda suvni berasizlar. Ana o'shanda qurib qolmaydi. Qurib qolishi bo'lmaydi. Mana o'sha sizlar ko'rgan ikkinchi bosqichdagi pomidorlarimiz bu. Mana bu bularni ipga bog'laganmiz. Nimani ichida, parnikning ichida dedik. Mana ko'rgan bo'lsalaring, mana meva ser hosil bo'ldi. Hammasi mana. Qanchalik o'zgarganini ko'rayotgan bo'lsalaring kerak. Hurmatli obunachilarim, turmush o'rtog'im birinchi mana shu badringlarni ekkanda sizlarga ko'rsatdim. Mana bu yerda suv bermaganligimiz sababli bularga chuqurcha qilib bu ikkinchi bosqichdagi suv kuyib turadi. Mana endi hozir pomidorga suv berganligimiz uchun mana ko'rib turgan bo'lsalaring kerak, chuqurchalarni ham yo'qotdik. Chunki endi pomidorga tez-tez suv beriladi. Mana shu kattarib olguncha. Ana undan keyin yana pishishdan oldin suvni sekin to'xtatamiz. Mana hozir ko'rib turibsizlar. Bu ikkinchi bosqichdagi o'sha shudring badring deymiz. Biz bankalarga bekitadigan badringimiz mana shu. Bu o'sha aynan banka bekitadigan paytda chiqadi. Mana. Hozir biz o'zimizni badringimizni yeb turgan badringimizni oldiga boramiz. Mana har hurmatli muxlislarimiz, mana birinchi bosqichdagi pomidorimizga ham ikkinchi suvni berdik. Mana ko'rib turganingizdek hosildorligini ba'zi bir joylarda nishona ko'rsatib qoldi, qizarishga o'tdi. Mana bu birinchi hosildagi, birinchi bosqichdagi pomidorimiz. Mana ko'rib turibsizlar, uchigacha hali juda ham chiroyli bo'lib boryapti. Bu ikkinchi suv berishimiz. Mana bugun suv berdik bularga. Mana borgan sari chiroyli bo'lib boryapti. Mana qanchalik o'sha suvni sekin-sekin qarab, nimasiga qarab bersak, shunchalik hosildorligi ko'p bo'laveradi. Mana hurmatli obunachilarimiz, bodringlarimiz 20 tup ekkandik dediga. Mana qarang, har kuni 1 kilodan oshiq 2 kilocha chiqyapti. Uni o'zimizga kerak bo'lsa mehmonlarga so'raganga beryapmiz. Chunki bodring juda serhosil narsa. Kunda chiqadi. Buni o'sha jinday pastga nima bo'lib qolsa, bugun betga kirib olib qilganimizki, tashqarida shamol bo'lganligi uchun ichkarida syomka olyapmiz. Mana bolgarskini ham do'lma qildik. Bolgarskini ham do'lma qildik. Do'lma qilib yedik. O'zimiz yeyishni boshladik. Qalampirlarimiz ham bo'lgan. Hammasi hozir shu oziq-ovqatimiz bemalol chiqdi. Mana 3-4 ta xo'jalik bolalarim bilan o'zimiznikiga yetyapti. Hurmatli obunachilarim, men sizlar bilan xayrlashaman. Mana bugungi qisqagina uchrashuvimiz. Yana sizlar bilan tez-tez uchrashishlikni Alloh nasib qilsin. Like bosing, birga bo'laveraylik.